devorlaridan sichqonlar u tarafga bu tarafga o'tib yurgan guvoh bo'ldik. Juda ham eski, umuman agar uyni sal tepib qo'yadigan bo'lsangiz, uy qulab tushishi mumkin. Shu uchun zudlik bilan bu oilani, xonadonini ta'mirlash kerak. Albatta biz iltimos qilamiz, Marg'ilon Saxovati jamoasi ham bu borada o'sha tez kunda ish boshlaymiz deyapsiz va Marg'ilon Saxovatiga yelkadosh bo'lsangiz juda ham yaxshi bo'lar edi. Hokimlik, qolaversa inson ijtimoiy markazi. Parda ortidagi haqiqat tok-shouimiz davom etadi, qadrli teletomoshabinlar. Demak, qismat egasini barcha voqeliklarni eshitdik va qizlari bugungi kunda bir nafari o'sha bitta farzandlari, uchinchi qizlari, bir nafar farzandlari va o'rtadagi ikkinchi qizlari bugunni turmushga berganlari haqida hozir aytib o'tdilar. Endi hozir bevosita bizga tasvir ortidan ham qo'ng'iroq qilishyapti. Qo'ng'iroqda shunaqa deb aytishyapti. Uchinchi qizlari agarda turmushga borib o'rganadigan bo'lsak, biz uyidagi hech qanaqa bir sharoitiga, imkoniyatiga ko'z yumadigan bo'lsak, bizga berisharmidi degan gapni aytishganda biz aytdik, mahalla faollariga boring, mahalla faollaridan surishtiring va mahalla faollari ularni xonadoniga olib kirishlari mumkin degan gapni aytdik. Qolaversa biz hozir onaxonni o'zlari bilan gaplashganimizda ham onaxon aytayaptilarki, turmush o'rtog'i hozir xorijda. U aniq bir to'xtamga kelgani yo'q, menga bir aniq fikr gapirgani yo'q. Uni turmushga shu uchun o'ylovdaman, shu uchun turmushga bermayapman degan gapni aytayaptilar. Balki ularni siz xonadoniga borarsiz, ya'ni o'sha uchinchi qizlari turmushga chiqqan xonadonga borarsiz. Ularni oilasi bilan suhbatlasharsiz. Balki oilasi o'sha xorijdagi o'g'rilar bilan mobil aloqa orqali bog'lanarlar, haqiqatni aytarlar. Nima deysiz bu gapimizga? Marhamat, mikrofonni bering. Albatta bu qizlarini ayol sifatida baxtli bo'lishga haqqi bor. O'sha turmush o'rtoqlari mana ketganiga shuncha yil bo'lgan bo'lsa, telefon orqali ham bog'lanmaydilar bu qiz bilan. Hol-ahvol ham so'ramaydilar, yordam ham qilmaydilar. Uni xabarim bor. Endi mana ko'rsatuv tugasa, Alloh nasib qilsa, yana 1-2 kundan keyin shu qizni quda tomonga borib gaplashib, o'sha kuyov bola bilan telefon orqali bog'lanib, uy qiladigan bo'lsa, bu qizni yarashtirishimiz kerak, yo uy qilmaydigan bo'lsa, bu qizni boshqa bir turmushga berishimiz kerak. Chunki qizlarning umri o'tyapti. Ikkitadan qizni. Bular baxtli bo'lishga haqqi bor. Albatta. Chiroyli bitta uyda bekasi bo'lishga haqqi bor. Men shuni bilaman. Rahmat. Xola, hozir eshitishimizda sizni ikkita navarangiz bor, shundaymi? Ha. Ikkita navarangizga aliment puli to'laydimi otalari? Kattadan to'lab turardi, katta kuyov. Alimentga berilganmi o'zi qonunan? Qonunan alimentga berilganmi kuyovlaringiz? Kichkina o'g'loyimnikini berganmiz, to'lagan yo'q. O'sha bolasi 4 yoshlar bo'lyapti. Rahmat. Elyor, sizga murojaat qilmoqchiman. Hozir bir emas, ikkita farzandlarini, ikkita qizlarini farzandlari uchun aliment pullari olinmaydi. Va bu borada qaysidir ma'noda sizni inspektoringiz Majburiy ijro byurosiga chiqib, mana shu jarayonlarda balki sudga, agar u qonunan tasdiqlanmagan bo'ladigan bo'lsa, demak sudga murojaat qilsalar bo'ladi va sudda aytib o'tishimiz kerak, davlat bojidan sizlar ozodsizlar, ya'ni aliment olish, berishga ozodsizlar. Agarda bermaydigan bo'lsa, 2 oy davomida bermaydigan bo'lsa, demak 15 sutkaga qamoq jazosi bor. Shu uchun Elyor sizdan iltimos qilgan bo'lar edik, ana shu ikkita oilamizni mahalladagi o'sha faollar bilan suhbatlashib, inspektoringizni xonadonlariga jo'natsangiz, alimentni to'lay oladimi? Agar to'lamaydigan bo'lsa, demak qonunan qaysidir ariza bilan o'sha fuqarolik sudiga berish kerak va mana shu jarayonlarni amalga oshirish kerak. bo'ladi. Bu aliment masalasida chiqishmaganda bundan xabarim yo'q edi to'g'risi. Kirganimizda ham bu narsani aytishmagan, ko'tarishmagan. Bolalar puli nafaqasi masalasida bilaman, endi bolalar puli nafaqasini olishadi, lekin aliment masalasida haqiqatdan ham murojaat bo'lmaganligi uchun to'g'risi o'zim ham qiziqmagan ekanman. Mana bugun studiyamizda murojaat bo'lyapti. Mana shuni so'g'lansangiz yaxshi bo'ladi. Bog'lanib ular bilan ana shu ikkala farzandlarni ham aliment masalasini ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Rahmat. Biz bu oilani bir anchalardan beri xizmatlarini qilib kelamiz. Hali endi
endi bir ikkita odamlar o'z fikrini bildiryapti. To'g'ri, endi har bir inson o'zini fikrini gapirishga haqli. Lekin o'sha mahalladagilarga borib birinchi bora so'raganimda shu qizlarni xulqini so'raganmizda, qanaqa bular yaxshi ayollarmi deganda, shu mahalladagilar hammalari yaxshi gap gapirishgan. Shundan keyin biz shu xizmatimizni davom ettirib bordik. Bu ko'zimiz tushdi, hojatxona juda ayanchli holatda. Hojatxonalarni qilib berdik. Endi yozgi kunida insonmiz, isiymiz. Ko'ryapsiz, hammom ham yo'qda. Endi holatni ko'p gapirishsa ham o'z kerak, o'z ko'rdingiz ham. Mana hozir ularga hammom ham qilib berganmiz chiroyli tarzda. Endi hozir u tomonini, bu tomon hamma gap bo'laveradi, lekin bu narsani yechimi aka. Chiroyli uy qilinsa, boshqa uy solinsa, shuncha narsalarga hojat ham qolmaydi. Xudo xohlasa, meni fikrim shunaqa. Endi bu masalada mana 4 ta sektor bilan Marg'ilon shahrida juda ko'p bora ishladik. Chiroyli tarzda. Hozir ham agar biz mana ularning jamoasidagi Izzatullo ukam bilan birga turibmizki, bitta jamoa bilan harakat qilib turib, uylarini buzib, bir joyga olib chiqib tursak bo'lardi. Xudo xolasa uylarini ta'minot qilib berishimiz kerak. Shundan keyin shu yechim to'xtaydi deb bilaman, menimcha. Demak, hozir shunda bularni vaqtincha ma'lum muddatga qaysidir bir xonadonga ko'chirib turasizlar. Albatta. Va uylarida ta'mirlash ishlari boshlanadimi shunda? Taxminan qachon boshlanishi mumkin? Endi hozir ham buzsak qo'shnilarga ham sal malol kelmaydi, sal havoli, namli havoda, Changiz tomonidan ham. Endi ancha narsa chiqadi atdan buzganingizdan keyin-da. Endi bunaqa ishlarni ko'p qildik, ko'p uylar qurib berdik. Xudo xolasa buni ham o'ylaymizki, shu bir ikkita homiylarimizga bu narsani ko'rsatganimizda, aka biz tayyormiz, qachon bo'lsa boshlaylik degan narsani aytishgan. Endi bizga murojaatlar ko'p. Bu bolani hozir mana yosh bolalarini biz o'quv markazimizga olganmiz. Borib keladi, hatto yo'l kirasigacha qilib beramiz, bepul tarzda, shu ingliz tili, arab tili. Shu o'qigan. Faqat shu bolaga biz shu narsani tushuntirib kelyapmiz, o'qigan. Endi aka, shuna narsani ham ko'rdim. Endi hozir ba'zi birlar bu xolani ayblari yo'q, qizini ayblar. Ahror aka, men borgan paytim xarajat olib borganimda shu ho'l o'tinda aralab yoqayotgan narsaga ham guvoh bo'ldim. Men uzr, endi bu kimgadir yoqar gapim, kimgadir yoqmas. Lekin o'shanda ham bizdan bir narsa so'rashmayapti. Nimaga bir og'zimizga aytmadingiz shuni? Biz qilib beryaptik-ku deb aytdik. Hali hijolat bo'ldi degan narsani aytayaptilar-da. Hech ham hali menga ber degan narsalar bularda ko'rmaganman. Bir necha yillardan beri adashmasam bularga biz xizmat ko'rsatib kelamiz. Mana opalarimiz o'zlari bilishlar ekan. Endi hozir mana tanaffus paytida gaplashdik ham bu xodimlar bilan. Birgalikda agar shu narsani anaqasi bo'lsa, Xudo xolasa chiroyli qilib uy qilib beramiz tez orada. Demak, tez kunda ularning muammosi hal etilishi mumkin. Endi ertadan va'da qilamiz, sabab hozir mana 3-4 kunda ichidamikin, bir haftadami biz uy beradigan joylarimiz bor. Shularni ustida turibmiz. Xudo xolasa shularni nima qilib olaylik, yakunlab olaylik. Taxminan 1 oyda boshlanishi mumkinmi ish? Ha, unga qolmasdan ham Xudo xolasa. Aha. Hokimlik bu borada nima yordam qiladi? O'sha aytgandek, bir xonali uy qurib berish masalasi bo'yicha hozir aytgan edingiz. O'sha biz tasvirotida gaplashganimizda ham bu narsa bu taklif hali ham o'zini kuchida degan gapni aytgan edingiz. Hozir mana shu masala bo'yicha mana 7 likda tavsiyasi beriladi ijtimoiy himoya milliy agentligiga. Zudlik bilan agar bular lozim topib mablag' ajratilsa, hokimlik tomonidan ham yordam beriladi. Endi kuni kecha biz mana shunga o'xshash murojaat o'rganayotganimizda bir ijtimoiy xodim aytdilarki, biz uy ta'miri uchun pul ajratganmiz. Qancha mablag' ajratgansam, 4 million so'm mablag' ajratganmiz. Keyin aytdim, 4 million so'mga nima qilmoqchisiz degan gapni aytdim. Chunki bitta xonadonni aristonni oladigan bo'lsangiz ham hozir 2 million, 2,5 million so'mda. Demoqchiman, ertaga mana shunaqa jarayon bo'lmaydimi? Ya'ni 7 lik tasdiqlab beradigan bo'lsa, bir 4 million so'm mablag' ajratib qo'yilmaydimi? Ko'proq yordam beriladimi uyni tiklab olish uchun batafsil? 4 million so'm bo'ldi. O'zi chegaralangan bizni uy ta'miri uchun deyilgan. Endi masalan, eski eshik romi bo'lsa, shifri chakka o'tayotgan bo'lsa, suvog'i bo'lmasa to'lab beradi. Lekin bizni saxovat ko'magidan polni uy ta'mirlash uchun pul ajratilmaydi. Bu 313-sonli qaror bilan ham belgilab qo'yilgan. Qisman yordam beriladi. Qisman yordam beramiz. Qaysi payt masalan romi hadeb salafan qo'yayotgan bo'lsa, akva eshik rom qilib berishimiz mumkin. Tomidan chakka o'tib, poli yo'q bo'lsa, polini qo'yib berishimiz mumkin. Sizdan iltimos qilgan bo'lardim. Ertaga xohlasangiz bugun ularni o'sha mashinada xonadonlarga olib borib, uydagi ahvolini ko'rishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Chunki eshik o'rnida biz o'sha
o'rnatadigan adyol qoqib qo'yishganiga guvoh bo'ldik. Devorlaridan sichqonlar u tarafga bu tarafga o'tib yurgan guvoh bo'ldik. Juda ham eski, umuman agar uyni sal tepib qo'yadigan bo'lsangiz, uy qulab tushishi mumkin. Shu uchun zudlik bilan bu oilani, xonadonini ta'mirlash kerak. Albatta biz Iltimos qilamiz, Marg'ilon Saxovati jamoasi ham bu borada o'sha tez kunda ish boshlaymiz deyapsiz va Marg'ilon Saxovatiga yelkadosh bo'lsangiz juda ham yaxshi bo'lar edi. Hokimlik, qolaversa inson ijtimoiy markazi, bu yerda mahalla bor, qaysidir bir oila xayriya sifatida bir ovqatini qilib berar, balki qaysidir bir mablag'ini berar. Qolaversa hokimlik ham qarab turmas bu jarayonlarni, lekin esingizda bo'lsin, Ruxsor telekanali bu jarayonlarni nazoratga olgan va tez kunda mana shu hozir ko'ryapmiz, har bittangiz o'sha bo'lgan ma'lumotlarni, bo'lgan voqeliklarni daftaringizga yozib olganingizni guvoh bo'lyapmiz. O'ylaymizki, mana shu yozib olingan eslatmalar, yozib olingan bir varoqlar qaysidir bir shkafni chetida chang bosib qolmaydi va u uzoqroq turadi, uzoqroq bir insonlarga, savobga xizmat qiladi degan umiddamiz. Qadrli teletomoshabinlar, Parda ortidagi haqiqat tok-shousini to'g'ridan to'g'ri jonli efir tomosha qildingiz. Biz navbatdagi mas'uliyatni o'zimizning yelkamizga olamiz. Jarayon bir emas 3 taga chiqdi. Mana shu xonadon tez kunda uylik bo'ldi. Biz mas'ullarni chaqirgan edik studiyamizga degan gapni aytamiz. Va oilani o'zini quvonchi va navbatdagi taqdirini tasvirga olib, efir sahnasiga olib chiqamiz. Gulnora opa, bir nimani iltimos qilamiz. Hozir 2 nafar qizlari ishsiz va mana shu qizlarni ham ish bilan ta'minlashingizni iltimos qilib qolgan bo'lardi. Bitta savolim bor edi. Maylimi? Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, Parda ortidagi haqiqat tok-shousini tomosha qildingiz. Chunki vaqt yuguryapti. Shu sababli bizni to'g'ri tushuning. Agarda imkon bo'lsa, dasturimizni yana 40 yoki 50 daqiqaga bo'lardi. Afsuski, biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi chorshanba yana 18:15 da navbatdagi taqdir egasini efir sahnasiga olib chiqamiz. Va bu jarayonda ham o'z faolligingizni ko'rsating. E'tibor uchun rahmat. Siz Parda ortidagi haqiqat tok-shousini tomosha qildingiz.